Endi nima maslahat berasiz? Ukalar rahmat sal ishga yengillaganingizni sezdim. Yaxshi, ishlarga omad. 1 kilo Niyat qilib yurardim oldimda. Mana o'sha hozir drabirkadan chiqarganimizni pastda nushqut turibdi, yemayapti. Mana bu drabirkadan chiqqan mayda hashayni yeyapti akalar mana. Xudo xolasa tog'a bundan buyog'iga mana shunaqa nushqutlar chiqmaydi inshaalloh aka. Hurmatli Tafnus kuzatuvchilari, ko'rdinglar, drabirkamizni olib kelib akamizga yetkazdik. Xudo xolasa og'irlarni yengil qiladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyada fikringlar yoki bir taklifinglar bo'lsa, bemalol yozib qoldiraverasizlar. Xudo xolasa kanalimiz hozir 650-660 taga yetdi. Xudo xolasa mingta bo'lganda bitta drabirka qo'yamiz, tekinga o'sha obunachilarimizga beramiz. Bu akamiz ham bor ekanlar mana. Kanalimizga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Mana tog'a, qarang. O'sha bug'doyingizni uncha qilib beribsiz mana. Ko'rdingizmi? Ana. Ana hozir kepaklar qimmat o'tdi. Mana bu yerda o'sha sotib olingan kepak. Mana. Sotib olingan kepak. Mana ikkalasi bilan bir xil. Masalan, to'kis g'alat bo'lsa, og'irga ko'ksiz bo'laveradi. To'kis pastroq bo'lsa, yarim olib qo'yasiz. Holatga qarab. Mana o'sha hozir drabirkadan chiqarganimizni pastda nushqut turibdi, yemayapti. Mana bu drabirkadan chiqqan mayda hashayni yeyapti akalar mana. Xudo xolasa tog'a bundan buyog'iga mana shunaqa nushqutlar chiqmaydi inshaalloh aka. Assalomu alaykum, hurmatli Tafnus kuzatuvchilari. Bugun mana shu drabirkamizni Andijonni Xonobodga olib keldik. Akamiz mana shu yerda kichkinagina molxonalari bor ekan. Mana bu yerda echkilari. Hozir ichkarida mana shu 2600 milli to'rtburchak drabirkamizni olib keldik. O'sha 3,5 kilovatda ishlaydi. Mana ichlari ham o'sha pichoqlari. Bu yerda o'sha kichkinagina molxonalari bor ekan. Mana bemalol akamiz aytayaptiki, mana shu nushqut qilib chiqarib yuboryapti ekan. Mollari mana ko'rib turganinglardek. Atxotlar juda ham ko'p. Mana bu yerda 3 ta 4 ta mollari bor ekan. Atxot juda ham ko'p chiqyapti ekan mana shunaqa holatda. Xudo xolasa drabirkamizni olib kelib berdik akamizga. Xudo xolasa bundan buyog'iga mana shu drabirkada chiqarib berishadi. Xudo xolasa nushqut chiqmaydi endi. Bitta drabirkamizni ishlashini bitta ko'rsatib beramiz endi. Kamerani avazbek o'zing ol. Bu drabirkamiz o'sha 3,5 kilovatli, narxini ko'pchiliklar aytgansizlar, arzon qilib chiqarib beriladiganinglar uchun 2600 ming qilib chiqarganmiz. Dastavka qilib Andijonga, Xonobodga olib kelib berdik, ishlashini chiqarib ko'rsatib beramiz. Bismillah, yoqamiz. Mana to'kilari, ko'rsatib ber to'kini 216 da ishlar ekan. To'kiz yaxshi o'zi olasa. Hozir bu yerda bitta somon qilib, somon bu qanaqa nima bu? Beda qilamiz, chiqarib beramiz. Bedani chiqarib beramiz. Narigi 3 millionli 3,5 million dirham beramiz aka. Ovozi ancha past bo'ladi buni. Kamerani olib keling-da. Mana. Qayda somon ham bor. Bedani mana shunaqa mayda holatda chiqarib bergan. Mana bu yerda o'sha mana dag'al somonimizni, beramizni mana shunaqa mayda holatda chiqarib berdi. Xudo xolasa aka, mollaringiz bundan bu yog'iga nushqut chiqarmaydi aka endi. Og'iringizni ancha yengil qiladi aka. Aha. Poyani ham chiqarib beralikmi? Bo'ldi. Poyani keyin bug'doy makka bormi?
Uni ham chiqarib beramiz aka bo'lmasa mana. Bemalol chiqaraveradi. Hozir sepkasini almashtirib, narigi o'toyni chiqarib beramiz. Nima qilib, yorma qilaylikmi, o'ng qilaylikmi? Qaysi biri? O'ngmi? Bo'ldi. Ochilishlari ham oson, kruchoyda bitta harakat bilan ochiladi, tog'a. Mana shu somon chiqargan holatimiz. Mana bularni olib tashlab, sepkasini ham almashtirish oson mana. Shu yerdan olib hozir yorma qilaylikmi, tog'a, o'ng qilaylikmi? O'ng chepak holatdagisini. Mana shu ikkala sepkamizda hozir qo'yib chiqarib beramiz. Sepka almashtirlari ham oson. Bu vakuumda tog'a mana rezinkasi bor-ku, to'sib beradi. Ali o'zimizni bunaqa pichoqdan tayyorlangan ekan u. Bu kombaynni pichog'i-da mana u. Yopilishi ham bitta harakat bilan yopiladi mana. Ilasiz ilgagiga orqasidan ana kruchoyni ilasiz. Endi mana bunisini qo'yamiz tog'a. Mana bunisini qo'yib, mana holatda. Bu yerda osti tushaveradi. Hozir bug'doyingiz qani endi? Bering bug'doy. Ha, olasangiz. Ha, qopingiz bo'lsa bering. Qopni kiydirib olamiz. Bitta qop kirib qo'ymaydi. Mana ichiga to'kdik. Bug'doydan ko'rsatib qo'yingda. Qopdan aylaman. Talab qo'y. Baylasam deb prashitda baylab qo'y. Bismillah. Bu zaslonkasin olib tushaveradi, tog'a mana. Ha, ko'rdingizmi? Ishlayapti hozir bu yerda. Makkani fotasi bilan bo'lsa, metdan tashlab turaverasiz. Makkani o'zi bor. Ha. Yo'q, fotasi bilan tashlashdan bo'laveradi. O'zi tushaveradi, tashlab turish shart emas. Evet. Masalan, to'kiz g'alat bo'lsa, og'irgacha olsangiz bo'laveradi. To'kiz pastroq bo'lsa, yarim olib qo'yasiz-da. Holatga qarab. Olasiz metdan olib turishdan bo'laveradi. Ya qasilayotgan bo'lsa, odam. Ha, ya. Hozir bu yoqqa yo'l, bu yoqqami? Nima bu? Olagan tomoningizga. Olagan tomoningizga qilib chiqaraveradi. Oradalik kattaroq qashayi bo'lsa, menga turib qoladi-da. Bunaqalarni metdan chiqaraveradi. Buncha to'ldirib qo'ysak, haqqanat to'lib tushaveradi. Hozir ham qolganligi uchun metdan tashlaveryapmiz. Shundaymi? Tak tegirmon. Mini tegirmoncha-da bu. Ha, mana bu zatonka deb qo'ygan buni. Ha, zaplonka-da bu. Migirovski. Ha. Bo'ldi, makka tashlaveramiz. Makka bo'laymi? Ha. Bo'ldi. Ha. Yechilarchi deyapti. Bo'ldi. Buni holidan razmeni qo'yishadi. Ha. Ligirovchida, ino. Mana tog'a, qarang. O'sha bug'doyingizni o'ng chepaga qilib berdi mana.
Ko'rdingizmi? Ana. Ana. Ana hozir kepaklar qimmat bo'lib ketdi. Mana bu yerda Bu o'sha chiqarsangiz arzon sotib chiqadi. olingan kepak. Mana. Sotib olingan Arqayoq bir kepak. xil. Mana ikkalasi bilan bir xil mana. Bu men aytyapman, qarasa jiyanim oldi buni. Ukalar rahmat sal ishga yengillaganingizni sezdim. Yaxshi. Ishinglarga omad. 1 kilo Niyat qilib yurardim oldimdan. 1 kilo maktabga endi solib qo'yaverasan, qo'yib berasan. Afsuski solar. Xalqimiz mana o'sha hozir drabirkadan chiqarganimizni pastda nushxut turibdi, yemayapti. Mana bu drabirkadan chiqqan mayda hasharni yeyapti akalar mana. Yaxshi yeyapti. Xudo xolasa tog'a bundan buyog'iga mana shunaqa nushxutlar chiqmaydi inshaalloh aka. Og'iringiz ancha yengil bo'ladi. Tozalab o'tirmaysiz. Mollar o'zi payr bilan tozalab tashlaydi xudo xolasa mana. Ha, bu yerda endi yemayapti-da, bunga qaramasdan mana hozir maydalanganini yeyapti, drabirkadan chiqarilgan. Jonivor, qarang mana. Hurmatli Tafinus kuzatuvchilari, ko'rdinglar, drabirkamizni olib kelib akamizga yetkazdik. Xudo xolasa og'irlarni ancha yengil qiladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyada fikringlar yoki bir taklifinglar bo'lsa, bemalol yozib qoldiraverasizlar. Xudo xolasa kanalimiz hozir 650-660 taga yetdi. Xudo xolasa mingta bo'lganda bitta drabirka qo'yamiz, tekinga mana shu obunachilarimizga beramiz. Bu akamiz ham bor ekanlar mana. Kanalimizga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.